man senga ko'prik emasmanki, sen meni ko'prik qilib, oyoq osti qilib bosib o'tib, otimni sotib, man bu ismimni Alloh bergan ne'matni oqlash uchun mehnat qilaman. Narsalarni tosh urgan bolalar nechtasi kelib ketdi. Oyoqqa chiqib olib hokimiyatda eshigini tepar ekan, menga keyin yetib keladi bu narsalar. Men bilmayman, men o'limga iqror bo'lib, taqdirga iqror bo'lib yashayapman. 23 kundan beri jonli ijroni kim qilib beradi? Kampir bo'lib qolgan Yulduz Usmonovani tasavvur qilasizmi? Yo'q. Mansur aka ikkalasi bir-biriga suyanib yurganini. Menimcha juda chirib ketmasak kerak. Qachon sezdingiz shu ayolni sizga kerakligini? O'zi aslida o'z vaqtida boshlash kerak. 7 yozilgan, 7 da boshlash kerak. So'ch Amerikada, dunyoning hamma joyida 7 dan 1 minut o'tsa kirgizmaydi konsertga. Boborahim Mashrab bilan juda ruhiyatimiz yaqin. Pishib ketdingiz, qiyinchilikda ham pishdingiz, musofirchilikda ham pishdingiz, Alloh to'qchilikni ham ko'rdingiz, yo'qchilikni ham ko'rdingiz. Allohga shukr. Ko'rmaganingiz qolmadi-da. Shukr.